Tez ishondim deb o'ylama. Sen bilasan. Bilasan, lekin buni menga ishontirish uchun isboting bo'lishi kerak. Isbotim bor dedim-ku. Qanaqa isbot? Sabr qil. Isbotingni qayerda ko'rsatasan? Nima? Nimaga kulasan? Random tashlashni vaqtimi? Nima deyapsan? Sen nima deyapsan? Stalovoyda ko'rishaylik deyapman. Nima shuncha ahmoqmisan? Endi surpriz qolmadi. Bravo. Random tashlab ustimdan kulasan deb o'ylayman. Agar ustimdan kulsam shu jo'natardim. Bilganim yaxshi bo'ldi. Qizlarga xabar berib meni tualetga yo'lasan, lekin aslida meni yonimga kelasan. Bo'pti. Bu nima hozir? Oldin uyalganim uchun bu emojini ishlatolmagandim. Sinab ko'rdim. Bunaqa emojilarni sinab ko'radigan kishi menman. Zo'r turdi lekin. Grupdan chiqib ketdi. Blackni grupga qo'shdingiz. Bunaqa havo bo'lishi hojat yo'q. Nima bo'pti? Telefon uchun rahmat. Sen deb sindirgan bo'lsam ham vijdonim qo'ymadi. Roze, nima qolsan? Ha? Nima? Nimaga qo'rqding, bir narsa qolsanmi? Hech narsa qilmayman, faqatgina kino ko'raman. Yomon joy chiqib qoldimi? Yo'q, qo'rqinchli kino ko'raman. Birdan sen kelganda qo'rqib ketdim. Sen qo'rqinchli kino ko'rarmiding? Jisu tavsiya qildi. Kinoning ismi nima? Kahin qiz. Hech eshitmagandim, yangimi? Ha, yangi chiqqandi, lekin uncha ham yaxshi emas o'zi. Mavzusi nima? Sen qo'rqinchli kino ko'rmaysan-ku, nimaga qiziqib qolding desa? Qiziqib qoldim. Kinoning temasi nima? Kelajakni ko'ra oladigan bitta qiz haqida. Mayli, o'zi yomon. Zo'r kinoga o'xshatdi. Ha, gapirma. Men ham ko'raymi? Yo'q, ko'rma, o'zi menga yoqmadi. Yana qiz oxirida o'ladi. Sen oxirini aytib qo'yding, men bu kinoni ko'rmayman. Ko'rma deb aytdim o'zi. Hech yaxshi emas edi. Yaxshi bilib qoldim. Kelajakni ko'ra oladigan odamlar bormidir? Bilmayman, bormidir? Bo'lib bo'lmaganini bilmayman, bo'lsa zo'r bo'lardi. Nima bo'ladiganini aytardi bizga. Zo'r bo'lardi, lekin menimcha bunaqa odamlar yo'q. Bo'lsa ham bitta bizani topmaydi-ku. Ovqat vaqtiga o'tib ketamizmi? Bo'pti, ketdik. To'xta, birinchi hojatxonaga borib keling. Boya tualetdan chiqmadimi o'zi? Ishim bor. Kechapliklar aytganlar to'g'ri bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bizlar o'yin o'ynatmancha. Rostdan bo'lsa-chi? Ishonmaysanmi? Yaxshiroq plan topamadingmi? Nima bu? Nimaymish, kelajakni ko'ra olar ekan. Bolani aldaysan xuddi bir. Yolg'onchi cho'ponning ertagini bilasan. Ishonmagan bo'lsang, nimaga uncha reaksiya ko'rsatding? Men reaksiya ko'rsatdim. Ko'zlaring boya joydan chiqib ketay dedi. Ya'ni bu rostdan bo'lsa kelib menga aytarmiding? Yolg'on bo'lgani bilinadi. Sen ishonmoqchi bo'lganingga ishon. Isbotlarim ham bor. Ko'rsat bo'lmasam isboting nima ekan? Unaqa 5 minutda ko'rsatiladigan narsa emas bu. Agar rostdan kelajakni ko'ra oladigan bo'lsang, 5 sekunddan keyin nima bo'ladiganini ayt. 1 2 3 Unaqa narsa emas bu. Bo'lmasam yolg'on gapirasan yoki bizga o'yin qolsin. Senga ko'ra o'yin qilsam shunaqa narsa o'ylab toparmidim. Ko'proq ishontiradigan narsa o'ylab topardim. O'zing ham aytaysan. Hech kimga ishonmaydigan narsasini ishonishimni kutma. Ishontiradigan emas, lekin real bu. Ertaga nima bo'ladiganini ayt bo'lmasam. Aytdim-ku, unaqa narsa emas bu. Qanaqa narsa bu? Ayt, ishonay bo'lmasam.
Bitta kunni har bir onini ko'ra olmayman. Kerakli bo'lgan joylarni faqat ko'raman. Masalan, o'lim joylarini. Kim oladi? Masalan deyapman. Unaqa narsa ko'rdim demayapman. Ishonganimdan maqsud shundami ko'rasan kelajakni? Ko'pincha ko'pini shunda ko'raman. Ba'zan birdan boshim og'riganda ham kelajakni ko'ra olaman. Lekin bo'ladiganlarni qachon bo'ladiganini bilmayman. Shuning uchun boshim og'ridi bugun. O'sha payt nima ko'rding? Ishonmading-ku? Ko'raman deb rosa ishonding. Senga ishonmoqchiman, lekin meni ishontirishing kerak. Oxiri boshqacha ovqat. Menimcha bu brokolidan battarroq. Mayli, bilan boshqacha ovqat. To'g'ri, bunga ham shukr. Qizlar, ertaga dam olish kunimiz. To'g'ri, esimdan chiqib ketibdi. Qayerga boramiz? Menga qolsa yurtda qolib uxlaylik deyman. O'zi faqat yurtdamiz. Ozgina boshqa joyni o'ylanaylik. To'g'ri, biz har doim yurtda emasmiz-ku. Har kun darsdamiz. Yurtda qolmaymiz-ku. Kino ko'rishga boraylik bo'lmasam. Filmni shu ham ko'ramiz. Bitta joyga kafega borib gaplashaylik. Luna Parkka ham borishimiz mumkin. Teknologiya. Roze, sen nima deyapsan? Dam olish kunida qayerga boramiz? Bilmayman, menga farqi yo'q. Senda bitta problema bor shekilli, sen g'alati turibsan. Kasalligimni 2-kunidaman. Shuning uchun. Mayli, meni qo'yinglar, ovqatni yeylik so'masdan. A few moments later. Brokoli yaxshiroq edi menimcha. Har doimgidek qornim hech to'ymadi. Meni ham. Yaxshi ham ertaga dam olish kunimiz. Xohlagan narsamizni yeyishimiz mumkin. Nima yesa bo'ladi? Shirinlik yeyish kerak. Shakarni ta'mini esimdan chiqib ketdi. Gamburger ham yeylik. Bitta joydan turk morojnisi sotilayotgan ekan, uni ham yeb ko'raylik. Roze, sen nima yemoqchisan? Menmi? Sen ertaga nima yemoqchisan? Farqi yo'q. Seriyoz, bir haftadir shu kunni kelishini kutyapsan-ku? Yemoqchi bo'lgan narsang точно bor. Bir o'ylab ko'raman bo'lmasam. Telefonim chalyapti, hojatxonaga borib kelaman. Shu yerda gaplashib biz hali haq qilmaymiz. Yo'q, men sizlarga hozir hali haq qilmay. Tez borib kelaman. Mayli, hop. Black, qanisan? Shu yerdaman. Bildirmasdan kel yonimga. Keldim. Ko'rsat isbotingni. Gapirma va qizlarga qarab meni eshit. Hop. Qayerga ketamiz? Planimiz nima? Qayerga ketamiz? Planimiz nima? Bilmayman, Roza kelmasdan qaror qilmaylik. Internetdan kafelar topdim, o'sha yoqqa borish kerak. Roza ham rosa yaxshi ko'radi o'zi. Internetdan kafelar topdim, o'sha yoqqa borish kerak. Roza ham rosa yaxshi ko'radi o'zi. Baribir unga bitta so'rash kerak. Endi har kun darsdamiz, xohlagan joyimizda bo'lamiz oxiri. Qizlar, Blackni ham chaqirsam ekan? Точно kelmaydi, so'rashim kerak yo'q. Xuddi bir so'radilar-da. Точно kelmaydi, so'rashim kerak yo'q. Baribir bitta so'raylik. Menimcha endi ishongandirsan. Qizlar bilan menga qilgan, men bilan o'yininglarmi hozir bu? Ha, rostdan qizlar bilan bir bo'ldik, senga sanaldamiz. Qizlarning nima qaytayotganini qatdan bilding bo'lmasam? Kelajakni ko'ra olaman dedim-ku. Miyam ishlamayapti. Liliga aytganlaring rostdan. Faqat kerakli joylarni ko'ra olarding-ku. Buni nimasi kerak hozir? Oddiy qizlar gaplashyapti.
Uni qaraman ham bilmayman. Keyin bo'lgan, nima bo'lgani keyin bilinadi. Sen ko'rgan kelajagini qachon iloshdan bo'lishini ham bilmasding. Ko'rganlarni shu hozir bo'ladiganini qatdan bilding? Bugun berilgan ovqatdan tushundim. Mantiqli. Roza qayerda qoldi? Qizlar men haqida gaplashyapti. Hech kim shubhalanmasdan borishim kerak. Ya'ni ishondingmi, ishonmadingmi? Bunaqa narsaga ishonishim ozgina qiyin. Shunaqa narsani qanaqa qilib esingda tutasan? Meni ham o'zimning lifehacklarim bor. Mayli, keyin gaplashamiz. Men ketaman. Rrr.